Assalomu alaykum. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz ko'proq nazariy bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga notebook olib oling va har bitta kerakli joyda videoni to'xtatib o'zingiz uchun not qilib boring. Bugun biz siz bilan o'sha reklamli maqsadlar haqida gaplashamiz. Ya'ni O'zbekistonda ko'p qo'llaniladigan, ya'ni talabi yuqori bo'lgan reklam maqsadlar. Bu awareness, traffic, engagement va lead haqida gaplashamiz va ularni har biriga qanaqa kreativ tushishini ko'rib chiqamiz. Birinchi gaplashadigan reklamli maqsadimiz bu awareness, ya'ni uznavoyimiz haqida bo'ladi. Xo'p, awareness orqali siz reklamangizni maksimalni sizni eslab qoladigan insonlarga yoqsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam siz o'zingizni brendingizni ko'tarmoqchisiz, maksimalni ko'p insonlarga reklama bersangiz bo'ladi. Bu asosan katta budjeti bor varonkalarda ishlatiladi. Varonka o'zi nima, qanaqa tuziladi? Imminni varonka degan darsim bor, o'sha yerda to'liqligicha ko'rib chiqamiz. Hozir bo'lsa awarenessda o'zi qanaqa kreativ ishlatiladi, o'shani ko'rib chiqamiz. O'zimni oddiy ishlaydigan ishxonamga o'sha brendini tanishish uchun kreativ ishlab chiqqanmiz. O'shani hozir sizga misol tariqasida ko'rsatib beraman. Diqqat, bu video dasturlashni o'rganmoqchi va dasturlashni o'rganayotganlar uchun. Biz United IT kompaniyasining O'zbekistondagi bosh filialdamiz. Bu yerda mahalliy va xalqaro loyihalar ustida texnik direktor, team leadlar, backend dasturchilar, frontend dasturchilar, mobile dasturchilar hamda UX UI dizaynerlar ishlashadi. Eng ajoyib yangilik shundaki, IT kompaniyaning ichida akademiya mavjud. Darslarda esa eng tajribali va shu kompaniyani o'zida ishlaydigan dasturchilar mentorlik qilishadi. Siz IT kompaniyamiz ichida front-end, back-end yoki Flutter mobile yo'nalishlarida dasturlashni noldan o'rganishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam dasturlashda o'z tajribangizni oshirishingiz uchun Level Up kurslarimizda ham o'qishingiz mumkin. IT-ni professionallardan o'rganing. UIC'da ko'rishguncha. E'tiborliroq bo'lib turing. Endi bo'lsa biz trafik haqida gaplashamiz. Trafik reklamli kompaniyada siz o'zingizga podpischik yig'ish uchun yoqsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam landing pages bor, ya'ni o'zingizda veb-saytingiz bor, o'shanga o'tadigan, ya'ni landing pagengizni ko'radigan insonlarga reklama yoqsangiz bo'ladi. O'zi trafikda maqsad ko'proq. Men sizga asosiy qismlarini aytib berapman. Endi biz aynan trafik uchun qanaqa kreativ ishlatilishini ko'ramiz. Ahamiyatli bo'ling. Awarenessda qanaqa ishlatildi kreativ va trafikda qanaqa ishlatilyapti. O'zi umumiy olganda reklamada asosan kreativ rol o'ynaydi. Hozir trafikdagi kreativni ko'rib chiqamiz. Barcha backend va full stack dasturchilar uchun hackathon tashkillashtiriladi. Qabul qilinadigan ishtirokchilar soni bor yo'g'i 100 ta va umumiy jamg'arma mukofoti esa 12 million so'm. Siz hackathonda ishtirok etib, bir kunning o'zida pul mukofoti va job offerga ega bo'lishingiz mumkin. O'zingizni nimaga qodir ekanligingizni ko'rsating. Ro'yxatdan o'tish uchun bizga obuna bo'ling va direktdan hackathon so'zini yuboring va biz sizga ro'yxatdan o'tish linkini yuboramiz. Shoshiling, joylar soni chegaralangan. Hozir ro'yxatdan o'ting, hackathonda ko'rishguncha. Yaqqol sezgan bo'lsangiz kerak, awareness bilan trafikka ishlatiladigan kreativ boshqa. Awarenessda hech qanaqa call to action berilmasa, trafikda call to action berilyapti. Call to action nima? Bu oxirida o'sha insonlarni qanaqadir harakatga undash. Ya'ni podpiska bosing, landing page'imizga o'ting, ko'proq ma'lumot olish uchun pastdagi havolaga bosing. Xuddi shunaqa narsa. Hozir biz engagementni ko'rib chiqamiz. Engagement reklamli maqsadda ko'proq konversiya bo'lish uchun, ko'proq prosmotr, ko'proq like yig'ish uchun yoki bo'lmasam komment olish uchun ishlatiladi. Buni men ko'proq konkurs e'lon qilganimda ishlataman. Ya'ni qanaqadir konkursim bor meni, uni shartlari bor. Kommentariyaga nechtadir do'stingizni belgilang, like bosing, xuddi o'shanaqa. O'shanga engagement reklamli kompaniyasidan foydalansak bo'ladi. Hozir bo'lsa buni kreativini ko'rib chiqamiz. Ya'ni aynan engagement reklamli kompaniyasiga qanaqa kreativ ishlatiladi. Участвуй в нашем мега-крутом конкурсе и получишь шанс провести один день в нашем шикарной квартире. Абсолютно бесплатно. Как стать счастливчиком? Отметь друга в комментариях, подпишись на нашу страницу и напиши Дарик Атмос. Мы отправим тебе ссылку для участия. Удача не дремлет. Испытай свою фортуну. Endi bo'lsa, nafaqat O'zbekistonda, balkim butun dunyo bo'yicha juda ko'p ishlatiladigan reklamli kompaniya haqida gaplashamiz. Bu lead hisoblanadi. Ya'ni bu kompaniyada siz o'zingizga, ya'ni o'zingizni biznesingizga to'g'ridan-to'g'ri klient bo'la oladigan, sizdan narsa sotib ola oladigan insonlarga reklama yoqasiz. Hozir buni kreativini ko'rib chiqamiz. Ya'ni aynan lead kompaniyasi uchun qanaqa kreativ ishlatilishi kerak. O'sha narsani
ko'ramiz. Junior bo'lganingiz uchun ishga kira olmayapsizmi? Real proyektlarda tajriba orttirishni xohlaysizmi? Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. Biz UIC Group 3 yil ichida 200 dan ortiq loyihalarni amalga oshirgan xalqaro IT kompaniya hisoblanamiz. Agar siz ham ishga kirishga kerak bo'ladigan soft skilllaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, chuqurlashtirilgan bilimlar bilan birgalikda real proyektlarda ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishni xohlasangiz va shu bilan birgalikda o'zimizning IT kompaniyada amaliyot o'tamoqchi bo'lsangiz, akademiyamizning Level Up Backend Plus kurslariga ro'yxatdan o'ting va o'z darajangizni oshiring. Kursimiz bitiruvchilari nafaqat mahalliy, balki xalqaro sertifikatga ham ega bo'lishadi. Muvaffaqiyatli bitiruvchilarni esa o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Shoshiling, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Bu darsimiz birinchi sezonni oxirgi darslaridan biri hisoblanadi. O'ylaymanki, reklamli kompaniyalar bo'yicha va unga ishlatilishi kerak bo'lgan kreativlar bo'yicha qanaqadir tushunchaga ega bo'ldingiz. Xudo xohlasa, keyingi sezonimizda har bitta reklamli kompaniyaga alohida to'xtalamiz. Uni alohida ichidagi detallarni nastroyka qilib, kreativlar ustida gaplashamiz. Bugungi darsimiz tugadi. O'zingiz uchun har bitta reklamli kompaniyani yozib oling. Например, awareness nima maqsadda qo'llaniladi, qanaqa kreativ ishlatiladi. O'zingiz uchun taxminiy yozib oling. Trafik qanaqa, lead qanaqa, engagement qanaqa, hammasini imkoni bo'lsa shu videoni boshqatdan ko'rib, to'xtatib o'zingiz uchun yozib oling. Bugungi darsimiz tugadi. Salomat bo'ling.